Bismillahirrahmanirrahim. Durusul Lughatil Arabiyya 2-chi qism 19-dars. Ad-dars at-10. Ham dars boshlashdan ilgari 19-darsdagi muhim nuqtalarni bir yig'inchoqlab o'taylik. 19-darsimizdagi muhim nuqta 3 taraf yig'inchoqlanadi. Birinchisi lan. İkincisi ma. Üçüncüsü la. Endi bugungi darsimizdagi bu 3 tane vasita inkar vasıtaları. Yani bulutsuz cümleni bulutsuz qiladigan, pillarni bulutsuz qiladigan vasitalar. Endi lan pili mudari'ning oldiga kelib, oxirini zavar qiladi. Ondan keyin kelgusi zamonni ta'kid bilan inkor qiladi. Masalan, lan nazhaba, hargiz bormaymiz. Lan aktuba, hargiz yozmayman. Lan adriba, hargiz urmayman. Lan anama, hargiz uxlamayman degandek. Endi ma'ga kelsak, o'tgan zaman pilni oldiga kelib inkorni bildirdi xolos. Masalan, ma zahaba, bamidi, ma faala, qilmidi, ma daraba, urmidi, ma akala, yemidi. La kelgusi zamanni ifodalaydi. Bugungi darsimizda oddiy zamanni ifodalaydi. Oddiy zamonimiz degan masalan, o har kuni soat 9gacha uxlamaydi desak, o ya o'tgan zaman, ya hozir, ya kelgusi zamonga tabi bo'lmasin, bir oddiy zaman shundami? Ashta oddiy zamonning inkor shaklini ifodalaydi. Mushuni tushunib olsak, bugungi darsimizga grammatik oyoqlash desak bo'ladi, ha? Bugun darsdagi nuqtalar oydin bo'lgan bo'lsa, avval darsdagi so'zliklarni o'qidimiz, ha? Avval o'qib, bir tarjima qilib beraylik. Al-kalimatul jadida. Asifun, sifaratun, amun, a'wamun, hindiyun, hunudun, khumurun, khamrun, khumurun, mawjudun, mut'abun, harirun, ad-dunya, al-akhiratu, mustaqbalun, bad'un, ahadun, abadan, labisa yalbasu, sabara yasbiru, taraka yatruku, i'tamara ya'tamiru, umra. Asifun. Odatda sifata tarjimasi masalan ana asif deb ishlatiladi. Bak afsus degan gap. Afsuslanyaptimi? Bak afsus, oldingizda xijil degandek. Afsus deb tarjima qilib qo'ysanglar bo'ladi hozircha. Ammo ishlatishda oldingizda xijilman, afsus, xafaman, bu ishni qilamadim deganda gaplar emas. Shunga ana afsif deb ishlatiladi. Sifaratun elchixona. Ne konsulxona. Davlatning davlatdagi ishlarini betaraf qiladigan elchixonalar. Amun yil. Avam ko'pligi. Hindiyun hindi. Ma Hindistonlik odam degan gap, ha? Hindistonlik. Hunud ko'pligi. Khamrun haraq, khumur ko'pligi. Mavjudun bar. Mavjud. Mut'abun bu musbata charchagan, harg'an. Harirun ipak. Ad-dunya dunya. Al-akhirah akhirat. Mustaqbalun kelgusi, kelajak. Bad'un boshlanish. Ahadun ahadunninki jumladagi bo'lishliq jumla, bulusiz jumlaga kaginga qarab turib, ba'zida bir kishi deb tarjima qilinadi. Ba'zida hech kishi deb tarjima qilinadi. Ba'zida bir deb tarjima qilinadi. Bir kishi, hech kishi, bir deb uch xil tarjimasini yozaman. Abadan hargiz. Labisa yalbasu kiydi, kiyivatudu. Sabara yasbiru sabr qildi, sabr qilyotidi yoki chididi, chidavotidi. Taraka yatruku tashladi, tashlayotidi. I'tamara ya'tamiru umri qildi, umri qilyotidi. Umra umra. Odatda haj umra ikkiga bo'linadi. Faraz haj deyildi, nafl haj umra deyildi.
Sözlük tushunishlik bo'lgan bo'lsa, men tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. الدرس التاسع عشر. أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف. إنه باللغة الأردية وما وجدته في المكتبات هنا. أنا آسف، إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف. أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك. وإخوتك ألا يذهبون إلى الهند؟ نعم، هم أيضا لن يذهبوا هذا العام، يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. وأخواتك هن أيضا لن يذهبن إلى الهند في هذه العطلة، يريدن أن يذهبن إلى مكة أولا ليعتمرن ويبقين هناك شهرا عند خالتنا، ثم سيذهبن إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. أتعرف أحد من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند في هذه العطلة؟ سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. نعم، أنا أعرفه، هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع. لما؟ لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. أتعرف جعفرا؟ نعم أعرفه، لكنه من باكستان. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان، فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. أشكرك يا أيوب، جزاك الله خيرا. سأذهب إليه الآن وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. Hazır tercüme qilma. Diqqat qilgan nuqtalar shu la, ma va lan. أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف. Siz yazlık tatilde Hindistan'a bargan vaqtingizda menga bu kitobni Hindistondan setib olib berishingizni umid qilaman. Uzun jumla o'qishga talmutal tahlil qilamiz. Arju an tashtariya sizning menga setib berishingizni, setib olib berishingizni umid qilaman. Hadal kitob, bu kitobni minal Hind, Hindistondan. Indama chaqda, vaqtda tazhab barasiz ila hunak u yerga, ya'ni Hindistonga demakchi, fi atlatis sayf, yozliq ta'tilda. Ya'ni yozliq ta'tilda Hindistonga borgan vaqtingizda bu kitobni u yerdan menga setib olishingizni umid qilaman. Innahu bil lughatil urdiyya, u urdu tili bilan ekan, yoki urduchi ekan. Ma wajadtuhu fil maktabati hunak, uni bu yerdagi kutubxonalardan topolmadim. Meniki ma wajadtuhu deki nima u? Ma. Topolmadim, o'tgan bulusiz shakl. Ana asif, afsus, xijilman. Inni lan azhaba ila al-Hind fi atlat as-sayf. Man yozliq ta'tilda Hindistonga bormayman. Kelgusi zamonda inkor qilyapti-da, bormayman. Uridu an azhaba ila Baghdad li azura khali alladhi ya'malu fi sifarat al-Hind hunak. Man Bag'dodga u yerdagi Hindiston konsulxonasida ishlayotgan tog'amni yo'qlash uchun barmoqchi bo'lyapman yoki berishni o'ylayapman. Intalmatal tahlil qilsak, uridu an azab, barmoqchi bo'lyapman, berishni o'ylayapman. Ila Bag'dod, Bag'dodga li azura khali tog'amni yo'qlash uchun allazi ya'malu ishlaydigan fi sifaratil Hind, Hindiston konsulxonasida. Nada? Hunak, shu yerda. Va ikhwatuka ala yazhabuna ila al-Hind. Sizning qarindoshlaringiz-chu? Mediki va ikhwatuku chu degan ifodalaydi va ala yazhabuna ila al-Hind, ular Hindistonga bormamdu. Naam, hum aydan lan yazhabu hada al-am. Ular ham bu yil bormaydi. Lan. Diqqat qilgan nuqta, lan birlik tilni oldiga kirsa, oxirini zivar qiladi shundami? Endi ikkilik va ko'plik tillarning oldiga kirsa, oxirini ham zivar qiladi-ku. Qanday zivar qiladi? Oxiridagi nunning tushib ketishi orqali. La yazhabu degan nunning tushib ketganligi shu tilning oxirisining nima bo'lganligi, zivar bo'lganligining ifodasi. Yuriduna an yabqaw bil madinatil munawwara
liyahfazul Qur'anal Karim. Ular Madina Munavvarda Qur'oni Karimni yodlash uchun qab qilishni o'ylashyotdi yoki o'ylayotdi, qab qalmoqchi bo'lyotdi. Yuridun ayyabqa qilishni o'ylashyotdi, qab qalmoqchi bo'lyotdi degan ma'noda. Bil Madinatul Munawwara ba fi ma'nosida. Ba'ni fi ma'nosida keladigan o'qigan bo'qiyotgan shundami? Ba fi ma'nosida. Madina Munawvarada liyahfazu Qur'oni Karimni qana qilishni yodlashsin. Liyahfazu degan lam fil mudorani oldiga kirsa oxirini zavar qilibdi-ku. Yahfazuna degan nun shu zavarga alomat bo'lsin uchun tushib ketyapti. Va axawatuk sizning qiz qarindoshlaringizchi hunna aydan la yazhabna ila al-Hind fi hadhihi al-utla. Ularmu ham bu ta'tilda Hindistonga bormaydi. Anmada lan yazhabdan oldiga kelsin keyingi nun tushib ketmabdi-ku. Desa ayollik ko'plikning nuni mabni bo'lib qanday ketmaydi, tushib ketmaydi. Oldingi darsda o'qidik, ha? Yuridna an yazhabna ila Makkah awwalan liya'tamirna wa yabqayna hunaka shahran 'inda khalatina. Ular avval umr qilish uchun Makkaga bormoqchi bo'lyotdi. Va u yerda tag'imizning qishida 1 oy qolib qoladi. Thumma sayazhabna ila Riyaz li ziyarati ammina allazi ya'malu fi ahad al-masarif hunak. Ondan keyin Riyazga shu yerdagi bir banklarning birida ishlaydigan tag'imizni yo'qlash uchun boradi. Am tahlil qilsak, ayazhabna bu masdarga o'zgardi shundami? Yuridna ayazhabna ishkisi qo'shilib, bormoqchi bo'lishyotdi. Ila Makka, Makka g'ayri musul bo'g'ishda ila Makka ta deb zora qo'yamiz. Liya'tamirna lam ya'tamirnani masdarga o'zgartirib umr qilish uchun deb ism shaklida tarjima qilamiz. Undan keyin liya'tamirnaning oxiriga nun tushib ketish kerak edi, ammo u mabni yo'qqa chiqqa ayollik ko'plik nunini qanday ketmadi, tushib ketmadi, ha? Yabqayna hunaka shahran indahan o'xshashlar. Sayazhabna ila Riyad. Ammo oxirida allazi ya'mal, ya'ni qanday tarjima qilamiz? Allazi shundami? Mushaqliq diqqat qilsak bo'ladi. أتعرف أحد من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند هذه العطلة؟ بوشلسي بوتاتلدا هندستانغا بارadigan Hindistonlik o'quvchilardan birazini tunamsiz, birarini tunamsiz. سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. Anglashimcha Xolid ismli bir Hindistonlik o'quvchi yaqinda Hindistonga boradi ekan. Sami'tu anna taliban ma anna biz oldingi bir darslarda deb o'tgan keyingi kelgan jumlaning nima o'zgartirdi? Mastarga deb shundami? Andoganda ismi Xolid bo'lgan Hindistonlik o'quvchining pat arada Hindistonga boradiganligi deb andan keyingi barliq jumlalar nima shaklda? Mastar shaklda tarjima qilindi. Liqinni angladim. Naam, ana a'rifu, ha, uni tuniyman. وسيذهب في الأسبوع المقبل و كلاكي هبتدا معدو نلبردو لكن لا يرجع لكن او قايتب كميدو لن كلك الزمان يفادليدا آخر سنة مقاتدو زوارو قلواتدو لما؟ نمشقا لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج çünkü o كسل بلوب Hindistan'da davalmış üçün qalıdu sen pil mudarını kelgü zamanı khas qılıdu ha atarifu Cafar'ın tunamsiz Naam a'rifu lakinnahu min Pakistan. Ha onu tunayman, biroq o Pokistondan. Yumkinuhu an yashtari hadha al-kitab min Pakistan. Yani yumkinuhu da oldingi bir darsda o'tgan, ha? Yumkin deb kasimi bo'ladi, yumkinuhu deb keyin hudumirning akasimicha bo'ladi. Endi buning tarjimasi qilalaydi, italaydi, qiladi, itidi, bo'ladi, bo'lmaydi shundami? U bu kitobni Pokistondan setib olalaydi. Yani uning bu kitobni Pokistondan setib olishi mumkin. Ayyashtariya ikkisi qo'shilib ism bo'lg'achqa setib olishi mumkin. Ayyashtariya deb zo'r qo'llatadi, ha? Chunki fa'ilidagi fa chunkini ifodalaydi. Chunki o'rdochi kitoblar Hindiston va Pokistonda bor. Ashkurka ya Ayyub, jazakallohu khayra. Rahmat sizga Ayyub. Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Sa'azhabu ilayhi al-an wa aqulu lahu Ma hozirlar uning qishig'i berib uningga day, aqulu lahu uningga day. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Fi amanillah. Allohga omonat degan gap, ha? Tekstning mazmunlarini tushunmagan Alloh bo'lmasa, ko'nikmalarni bir qurib tushunib o'tib ketaylik.
tamarin. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية تهنيك سؤال الله جواب برم. التمرين الثاني صحح ما يلي تهندiklarni to'g'rilang. Ani birinchi va ikkinchi ko'nikmalar tekstning mazmuniga munosabatlik bo'lg'achqa biz dialogning mazmunini o'zlashtirib bo'lgandan keyin ishlasak bo'ladi. Uchinchisi Ajib anil as'ilatil atiya bin nafyi musta'milan lan. Tundagi savollarga lanni ishlatib inkor, ya'ni bulusiz jumla tuzib qanaqalar javobini davot. Masalan, birinchi savol atazhabu ila baladika fi atlatis sayf. Yazliq ta'tilda shahringizga, davlatingizga baramsiz desa, biz hargiz bormayman yoki bormayman demoqchi bo'lsak, o'sha o'rinda lan ishlatishimiz kerak. Nima deymiz? Lan azhaba ila baladi fi atlatis sayf. Lan azhaba ila baladi fi atlatis sayf deb javob bersak bo'ladi. Va boshqalarning shu asosida, ammo diqqat qiladigan o'rin tazhabunaga o'xshash ko'plik, ikkilik pilla kelib qolsa, uning oxiridagi non oldiga lan kelishi bilan qanday bo'ladi? Tushib ketadi. Shuni bilsak bo'ladi. To'rtinchisi ta'ammal adawat an-nafy al-atiya. Tundagi inkor vositalarini o'ylanib baqing. Masalan, biz bayatdan tushundirgan ma, la, lan. Bilgan misol qarab baqaylik. Bo'lishlik jumlasi. Zahabtu ila suq ams. Tunugun bozorga bordim. O'tgan zamonga buni inkor qilmoqchi bo'lsak nima deymiz? Ma zahabtu ila suq ams. Tunugun bozorga bormadim. O'tgan zamon inkor qilishni nima qildi ekan? Ma. Ikkinchisi azhabu ila suq kulli yawm. Men har kuni bozorga boraman. Bu qaysi zamon? Odatdagi zamon. La azhabu ila suq kulli yawm. Men har kuni bozorga bormayman. Qanday zamon? Odatdagi zamon. Sa'azhabu ila suq gadan. Adi bozorga boraman. Sin kelgachga bu qaysi zamonga tava? Kelgusi zamonga. Lan azhabu ila suq gadan. Adi bozorga bormayman. Kelgusi zamonni nima inkor qildi ekan? Lan. Mushuni tushunib olsak bo'ladi. 5-si. Tundagi misollarni o'qingda o'tadi. O'qib mushu lan Andikin ma, andikin la deganlarni qayında jumlalar ishlatilindi, jumlaga qanday ta'sir ko'rsatdi, shunga diqqat qilsak bo'ldi. Masalan, birinchi jumlada lan azhaba ila qaryati fi adlatis sayf hadal am. Bu yilisi yozliq ta'tilda men gezamga bormayman. Lan azhabani oldiga kelib oxirini zavar qildi shundami? Kelgusi zamonni inkor qildi. Mushu bo'yicha qog'alarini o'qib olsak bo'ladi. 6-chi mashq tundagi pillaga lanni kirgizing va oxirini qoidaga so'lang deyotdi. Demak, cho'g'ini pilning ustiga lan kirsa, pil mudorining ustiga oxirisini nima qilmoqchi desa, agar ikkilik ko'p kelib qolsa, nun qanday ketmoqchi, tushib ketmoqchi. Mushuna quloqqa diqqat qilib kirgizinglar deyotdi. Masalan, birinchisi yakhruju chiqyotdi shundami? Men sinfdan chiqib ketmayman deganni lan orqali ifodalasak, nima deymiz? Lan akhruja minal fasli. Lan yaxrujning oldiga keldi, oxirini qana qildik, zavar qildik. Undan keyin yashrabun desa, hum la yashrabul ma'al barid. Ular sovuq suv ichmaydi. Shundami? Yashrabunning oxirgi nun qana ketdi, tushib ketdi. Ammo yaghsilnaga o'xshash, ta'kul yaghsilnaga o'xshash ayollar ko'plik kelib qolsa, bunun nuni qana ketmaydi, tushib ketmaydi. Buni diqqat qilsak bo'ladi,